Voy bilet. Voy bilet. Dal o'lmas bilet. 1 millionni 5 million qildi. Nima yechmadim bilet? Nima yechmadim? Seni ko'rganimdan xursandman. Shuncha yildan beri amakim bor deb yo'qlamasang ham ko'rganimdan juda ham xursandman. Chunki rahmatli akamdan keyin qolgan yakka begona yodgorligimsan. Kim oshidim? Oyim. Bilaman. Onang mendan juda ham ranjigan. Buni ham tushunaman. Qancha yordam bermoqchi bo'ldim, qabul qilmadi. O'zing nima ishlab yuribsan? Mana, o'z oyog'ingdan ketsa. Pul kerak amaki. Qancha? Shu ming atrofida. Hozir. Qaytaraman amaki. Ishlab qarzini qaytaraman albatta. O'shanda anangga qancha gapirdim. O'qiting o'g'lingizni. Odam bo'lishga qiynalib qoladi. Yo'q. Quloq solmadi adang. Onang ham, adang ham. Beraman. Faqat bitta shartim bor. Mana bu kitobni 20 kun ichida o'qib chiqasan. Nimani tushunganingni menga aytib ber. Ana o'shanda sen ham qarz bo'lmaysan. Men ham senga berilib yordam beraman. Tushuncha. Men hech kimga hech qachon qarz bermayman. Prinsipim shunaqa. Kelishdingmi? Mayli. Rahmat. Bitta jiyanimmish. Kitobingiz. Nima bu xona? Molxonami? Bo'pti, menga qara. Men senga pensiyani berdim. Qani bozor? Qilib kelaman oyi, qilib kelaman. Yo'q, qani bozorli, ne qilib kelmading? Yo'q oyi, chunki boshqa joydan kelyapman hozir. Qayerdan kelyapsan? Amakimning oldiga bor. Nimaga bording uning yoniga? Pul so'rashga bor. Berdimi pul? Kitob beryapti. O'qib olib gapirib bersam pul beramish. Qurimsoq. Mendan bir og'zim so'ramaysanmi, boraymi, bormaymi deb. O'zi hammasiga siz aybdorsiz. Biz amakimga nima yaxshilik qilib qo'ydikki pul berish kerakmi? O'shanda adam bilan amakim orasini buzmaganingizda, hozir menga pul bergan bo'lardi. Yoniga ishga olgan bo'lardi. Hammasiga siz Gap qaytarma, menga baqirma, men seni onayman, tushundingmi? Hoy, chiqing xonadan. Iltimosizdan chiqib keting xonadan. Qarindosh urug'larga Xonadan chiqing dedim sizga. Chiqing oyi. Jinnimisan sen, dovdir?
Assalomu alaykum. Assalomu Alaykum. Yaxshimisiz? Uzr, 2 daqiqa vaqtingizni olaman-da. Ko'rinishingizdan yaxshi aqlli o'qimishli qizga o'xshayapsiz-da. Bilasiz, menda bitta kitob bor edi. O'zi kitob sotadigan odam emasman. Yaxshi ko'raman kitob o'qishni. Tushunasiz u. Ozgina pul kerak. Shunga mana shu kitobni sotib olsangiz. Dostoyevskiyni bilasizmi? Ha, bilaman, lekin o'qib ko'rmagandim hali. Как раз mana o'qib olasiz. Bu kitob juda qimmat-ku. To'g'ri, qimmat kitob, lekin men sizga arzonga beraveraman. 50 ming bersangiz bo'ladi. 50 ming? 50 ming. Ha. Mana, Rahmat. rahmat. Sog' bo'ling. Xo'p.